Assalomu alaykum. Sizlar bilan mashhur Uz kanali O'zgidromet shoshilinch ogohlantirish bilan chiqdi. Kanalimizga obuna bo'ling va bitta like tugmachasini bosib qo'ying. Joriy yilning 20-25 mart kunlari kutilayotgan yog'ingarchilik hamda havo haroratining o'zgarishi sababli respublikaning tog'li hududlarida qor ko'chish xavfi e'lon qilindi. O'zgidromet bu bo'yicha tegishli ogohlantirish bilan chiqdi. Bildirilishicha, quyidagicha hududlarda qor ko'chishi mumkin. Qashqadaryo viloyati, Dehqonobod, Kitob, Qamashu, Shahrisabz tumanlarida, Surxondaryo viloyati, Boysun, Qumqo'rg'on, Sariosiyo, Uzun tumanlarida, Samarqand viloyati, Nurobod, Qo'shrabot, Samarqand, Urgut tumanlarida, Jizzax viloyati, Baxmal, Zomin tumanlarida, Toshkent viloyati, Bo'stonliq, Ohangaron va Parkent tumanlarida, Namangan viloyati, Pop tumanida qor ko'chish xavfi e'lon qilindi. Shu tufayli tog'li hududlarda istiqomat qiluvchi fuqarolar, dam oluvchilar hamda tog'li hududlarda harakatlanuvchi haydovchilardan ehtiyotkorlik choralarini ko'rish so'ralgan.